Bu videoni Barsachilar ko'rishi kerak deb hisoblayman. Ha, oxirgi 11 yildan buyon Barselona Chempionlar Ligasida hattoki finalgacha ham yetib bora olmayapti. Ha, to'g'ri, Barselona hattoki Chempionlar Ligasi guruh bosqichida ham qolib ketishi mumkin. Ha, o'sha Barselona Yevropa Ligasiga ham tushib ketishi mumkin. Romaga yutqizishi mumkin, Bavariyaga yirik 8-2 hisobida yutqizishi mumkin. Ha, to'g'ri, Barselona eng muhim o'yinlarda dahshatli o'yin ko'rsatib yutqazib qo'yishi mumkin. Lekin hech ko'rganmisiz, aynan siz muxlislik qiladigan Barselonaning erta taslim bo'lganini. Safarda 4-0 ga yutqazib, o'z uyida dahshatli kambeklar qiladigani ham aynan o'sha Barselona bo'ladi. Fizika qonunlariga tupurib qo'yadigan, dahshatli taktik o'yin ko'rsatadigan, jahonning eng kuchli jamoalarini ham yengib qo'yadigan aynan siz muxlislik qiladigan Barselona bo'ladi. Ha, to'g'ri, Barselonani hisobda yengish mumkin, lekin ularning g'alabaga bo'lgan chanqoqligini va metin irodasini hech qachon yengib bo'lmaydi. Realchilar ko'p aytishadi, Realdan biz xafa bo'ladigan joyimiz yo'q. Ular bizga barcha sovrinlarni, barcha g'alabalarni keltirishadi. Bu jumlani siz Barselona jamoangizga ham ishlatsangiz aynan to'g'ri va haqiqat bo'ladi. Shunday ekan, Barselona muxlislariga shuni aytgan bo'lardimki, hali hammasi oldin. Bu mavsumda Chempionlar Ligasida qanaqa natija qayd etilishidan qat'iy nazar, sizning jamoangiz dunyodagi eng kuchli klublardan biri. Bu videoni Barselona muxlislariga yuborib qo'ying.